Assalomu alaykum hammaga. Mm, Bugun sanamiz 25 mart kulli tahlil tilidamiz hozir. Hop, qilamiz. Korreksiya qildi. Mana bu yerda bizada TFVga bor. U FVgani 50%ni buzib qo'ydi. Shuning uchun bu endi ushlab qolmasligi kerak. Tushib ketishimiz mumkin. Birinchi targetimiz aytganimdek mana bu H4dagi liquid bo'ladi. Menga tepadan selga qarash ma'qul menimcha. Ozgina hozir premiumdamiz, diskountga tushgungacha sel ishlab oladigan bo'lsak, keyin sekin bu yog'i baribir ketaveradi. Hop, bu o'sha yerda qoladi. H4'imiz mana bunaqa ahvolda. Hop, bu yerda nima ko'ryapmiz? Bu yerda mana bu BVgani ushlab qolmaganini ko'ryapmiz. Mana ikkalasida SMT bo'lmagan. Shuning uchun yana tushib ketishi ehtimoli katta. Qani ko'ramiz. Bu yerda hozir hech narsa yo'q. Qaytayotgan joyi ham shu mana kichkinagina xolos. Tana bilan bizsa ketamiz albatta. Bizga qarab mana bu liquidini aytgandim. Yechishimiz kerak edi. Ko'ramiz. Nechadami yo'q. Mana shu yerda qoladi. Hop, bu yerda nima ko'ryapman? Bu yerda reversaldan keyin tepaga korreksiya ko'ryapman. Agar biza hozirgi absolyutno qaydan logga pivot tortadigan bo'lsak, 30 zonada turibmiz hozir. Mana bu men OB sifatida olgan bo'lar edim. Hali ichiga kiravermagan. Sessiyada bitta kirsa, shu 705 tadan sel tushib ketish ehtimolimiz ham yo'q emas. Bitta. Ammo OTdan tushib ketishimiz mumkin. Ehtimoli juda ham katta. Qancha ehtiyot bo'lish kerak. Hozircha hafta davomida yaxshi setaplar kutyapman. M15 ga tushadigan bo'lsak. M15da nima bo'lyapti? M15da Aziyamiz ochilib tepaga ozgina yurdi. London kirishdan oldin ichida korreksiya yana tepaga chiqib qoldi. Bu yerda nima bo'layotgan narsa? Mana bu diskountga tushganida reaksiyasini ko'rishimiz kerak. Agar tushib qaytadigan bo'lsa, OTni 0.5gacha, ya'ni man bittagacha, man ikkalasigacha, man bittagacha long ishlashimiz mumkin. Lekin qasddan standart deviation ishlatadigan bo'lsak, mana shu -1ga to'g'ri kelyapti shu. Hech bo'lmasa -1. Ketsa -2 yo -2 bo'lib ketadi. Shunga ko'rishimiz kerak. Nima bo'ladi, nima qo'yadi. Hozircha reaksiya kutamiz. Nyu-Yorkda setup chiqsa, bosib olamiz. Bo'lmasa, tillani ozgina bugunga unutib turamiz. Men kutayotgan narsa shu. Agar hozir bu tushib, mana shu PVgani buzmasa, darch ko'taramiz. -1gacha, -gacha, 30gacha ko'taramiz. Mana buni olib yopiladigan bo'lsak, daily CRT bilan
ertaga polniy short ishlashimiz mumkin. Mana bu liquidity mana bu ham tek bo'ladi. Ikkalasigacha ishlashimiz mumkin. Shunga reaksiyasini kutamiz. Nyu York setupchisi bosib yuboramiz.